Assalomu alaykum hurmatli professor o'qituvchilar, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz kompleks sonlarni ko'paytirish. Ya'ni kompleks sonlarni ko'paytirish qanday amalga oshiriladi? Endi kompleks sonlarni ko'paytirish juda ham oson. Biz qisqacha ko'paytirish formularini sizlar bilan birgalikda tanishib o'tganmiz. Aytaylik, a kvadrat minus b kvadrat qisqacha ko'paytirish formulasi ko'paytuvchilarga ajratilganda a minus b a plus b bo'lib ko'paytuvchilarga ajralar edi. O'sha qisqacha ko'paytuvchilarga ajralgan paytida uni daraja ko'rinishga olib kelish uchun biz xatma-xat ko'paytirardik bir-biriga. Endi kompleks sonimiz ham xuddi shu qisqacha ko'paytirish formulasi orqali amalga oshiriladi. Faqat bitta narsaga e'tibor beramiz, i'larga e'tiborli bo'lamiz bu yerda. Hozir shu mavzu bo'yicha sizlar bilan birgalikda batafsil tanishib o'tamiz. Demak, bizga z1 teng a1 plus i b1 va z2 teng a2 i b2 kompleks sonlar ko'paytmasi deb, ularning ikki xatlar singari algebra qoidasiga muvofiq, lekin i kvadrat teng minus 1, i ning 3-chi darajasi minus i ning 4-chi darajasi minus i ko'paytirilgan i, ya'ni minus i kvadrat, u 1 ga teng, i ning 5-chi darajasi 1 ga teng va hokazo. Umuman k butun son bo'lganda i ning 4k darajasi minus 1 ga teng, i ning 4k plus 1 darajasi i ga teng, i ning 4k plus 2 darajasi minus 1 ga teng, i ning 4k plus 3 darajasi minus i ga teng ekanligini e'tiborga olib ko'paytirganda hosil bo'lgan kompleks songa aytiladi. Mana hozir misollarimizga ko'rdim. Shu qoidaga asosan quyidagi ko'paytmani hosil qilamiz. Mana z1 ko'paytirilgan z2. Mos ravishda qo'yib olamiz. a1 plus i b1, a2 plus i b2. Mana a1 ni a2 ga ko'paytiramiz. I b1 ni a2 ga ko'paytiramiz. I a1 ni b2 ga ko'paytiramiz va i kvadrat b1 ko'paytirilgan b2 yoki a1 ko'paytirilgan a2 ayrilgan b1 ko'paytirilgan b2 plus i ni qavsdan tashqariga chiqarib b1 ko'paytirilgan a2 plus a1 ko'paytirilgan b2 ko'rinishda kimga qaysi formula qulay bo'lsa o'sha formuladan foydalangan holda amalga oshiramiz ko'paytirish amallarini. Endi misol z teng i plus g2 va y teng 4 ayrilgan g5 kompleks sonlarni ko'paytmasini toping. Mana biz bu kompleks sonning ko'paytmasini quyidagicha aniqlab olamiz. 3 plus g2 4 ayrilgan g5. Xatma-xat ko'paytirib chiqamiz. 3 ni 4 ga ko'paytirsak 12 va 3 ni minus 5 g5 ga ko'paytirsak minus 15g plus g2 ni 4 ga ko'paytirsak 8g va g2 ni minus g5 ga ko'paytirsak minus g kvadrat 10. Endi haqiqiy qismlarni qo'shamiz va mavhum qismlarni o'zaro qo'shib chiqamiz. Bizda 12 turadi. Bu yerda minus 15g ga 8 ni qo'shsak, mana bizda ko'rsatilgan g ni qavsdan tashqariga chiqarib minus 15 plus 8 bo'lyapti bizda. Natijada minus 7g kelib chiqyapti. Endi shu yerda bir narsani hisobga olamiz. Bizda g kvadrat nechiga teng edi? G kvadratimiz bilsangiz, biz yuqorida aytdik, ya'ni i nazarda tutilyapti bu yerda. I kvadratimiz 1 ga teng edi. Ya'ni o'rniga 1 ni olib kelib qo'yamiz. Natijada bizda ya'ni minus 1 e'tiborga olamiz. Minus 1 ni olib borib qo'ysak, natijamiz plus 10 bo'ladi. 12 ga qo'shilish natijasida 22 ayrilgan minus 7g kelib chiqadi. Endi kompleks sonlarning bo'linmasiga o'tadigan bo'lsak, bo'linmani topish uchun surat va mahrajiga qo'shma bo'lgan songa ko'paytiramiz. Ya'ni irratsionallikdan qutqaramiz bu yerda.
biz mahrajni. Mana formulasi keltirilgan bizda. A1 plus I B1 A2 plus I B2 sonlari keltirilgan. Mahrajiga e'tibor qaratamiz. Mana minusiga ko'paytiramiz. Mana bu yerdagi narsa qisqarib ketib, hozir bizda 1 ga teng bo'ladi. Endi bizda mahrajini irratsionaldan, ya'ni qo'shmasiga ko'paytirishimizda maqsad nima bu yerda? Mavhum qismidan qutqarish kompleks sonni mahrajini. Uni mavhum sondan qutqaramiz. Ko'paytirish quyidagicha amalga oshiriladi. Biz buni bilamiz. Qisqacha ko'paytirish amallari orqali uni xatma-xat ko'paytirib chiqib, quyidagi natijaga erishamiz. Mana bunga misoliga ko'rib o'tadigan bo'lsak, misoli 2 minus G5 3 plus G4 sonlar keltirilgan. Mana 3 plus 4 G ning minusiga ko'paytiramiz. Suratni ham, mahrajni ham. Va bizda yuqoridagi ko'paytirish amali yana bizga qo'l keladi bu yerda. Ko'paytirib chiqamiz xatma-xat. Xatma-xat suratini ko'paytirib chiqsak quyidagi natijaga erishamiz. Mahraji bilasizlar A plus B, A minus B formaga kelib turibdi. Ya'ni A kvadrat ayrilgan B kvadrat. 9 ayrilgan minus 16 G kvadrat. Ya'ni bu yerda G kvadratning o'rniga kim keldi? Minus 1 kelyapti. Shuning natijasiga bu yerdagi belgimiz plus belgiga aylanyapti. Demak, hisoblab chiqsak, mana G kvadratning o'rniga minus 1 ni olib kelib qo'yamiz. Natijamiz minus 20 ga 6 ni qo'shsak minus 14, minus 8G ga minus 15G ni qo'shsak minus 23G. Natijamiz mana quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Mahrajimiz 25 ga teng. Bo'lib chiqamiz. Minus 14 bo'lingan 25 ayrilgan minus 23 bo'lingan 25 natijasida bo'ladi. Mana kompleks sonlarni ko'paytirish, bo'lish amallarini biz quyidagi ko'rinishda yechib olamiz. Endi ko'paytirish va bo'lish bo'yicha mustaqil yechish uchun masalalarni berib o'tsak, sizlarga mustaqil yechish uchun mana yuqoridagi misollarimiz bo'ladi. Shu ikkita kompleks sonni ko'paytirish va bo'lish amallarini bajarishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.